Noyabr oyida tug'ilganlarning boshqalardan farq qiluvchi xususiyatlari. Chuqur fikrlovchi va aql zakovatli. Siz har doim atrofdagi voqealarga chuqur nazar tashlaysiz. Fikringizning qamrovi juda keng va har doim to'g'ri qarorlar qabul qilasiz. Tinch va barqaror. Siz hayotda tinchlik va barqarorlikni qadrlaysiz. Qiyin vaziyatlarda ham salbiy ta'sirlarga o'zingizni berib qo'ymaysiz. Xavfsizlikni qadrlovchi va sodiq. Siz uchun eng muhimi xavfsizlik va oila. Siz sodiqsiz va yaqinlaringizni doimo qo'llab-quvvatlashga tayyorsiz. Sirlarga qiziqadigan va xushmuomalali. Siz sirli narsalarni o'rganishni yaxshi ko'rasiz. Sizning so'zlaringiz va muomala uslubingiz boshqalarga yoqadi. Jamoaviy va ishga qobiliyatli. Siz jamoada ishlashni yaxshi ko'rasiz. Boshqalar bilan birgalikda maqsadga erishish siz uchun katta qiziqish uyg'otadi. Tug'ilgan kuningizni izohlarda yozing va ushbu videoni do'stlaringiz bilan ulashing.